Avtoseyr kuzatuvchilari, hozir sizlarga bitta zo'r spotterni obzor qilib o'tamiz. Tak, mana bu spotterimiz o'sha mashhur olim deymiz, o'sha oq spotter, Avtoseyr o'z brendida kelyapti. Bu spotterni mana yaqinda olib keldi. 90ES degan modeli bu. 220 ishlaydi. Mana 220 uqlab qo'yganmiz. Mana mamtni qaranglar. Birinchidan ko'pchilik olishadi-yu. Mana mamtga ahamiyat berishmaydi. Manual avtomatik. Nima degani bu? Manual degani bu pistoletni qo'lda bossanglar ushlaydi. Keyin tortib olasizlar. Avtomatik yoki induction degan variant mamni qo'ysanglar, avtomatni mana bu pistoletni bosish kerak emasdi. O'zi ushaveradi buni tekkizganida. Tak. Tak, keyin mamni mana ko'rib turibsizlar, mana 8 ta funksiyasi bor. Mana zo'zishkasini urish, mana zo'zishga kalit bilan. Endi mana bu sport ishlatgan odamlar biladi buni. Juda ham yaxshi bilishadi ustalar. Mana to'lqinlari, mana ko'mirlari, keyin mana tochka qo'yiladigan narsalari, keyin kleylarigacha, mana qaranglar, mana garelkasi, mana bunaqa обратный молотоклari, mana kichkina mana удобный обратный молотоклар. Ikkita bundan. Mana o'zini обратный молотоgi mana bu. Ko'p narsasi bor akalar. Mana mamnaqasi bor buni, обратныйsi. Kattasi bor buni, обратныйsi. Mana. Bu yerda shotkasi bor. Keyin mamnaqani PDRga tegishli naborlar bor mana kichkina. Mana ko'rdinglar, men pistolet bu nima? Mana kley ishlaydigan pistoletlari mana. Keyin yana bonusiga mana qancha narsasi bor-ku. Yana mana katta mana ham bor mana. Narsalarni ko'ringlar, mana ko'pligini chiroyli qilib osib qo'yasizlar. Mana shu narsalarini. Обратный молотоgi bor. Mana prisoskalari bor mana menimcha. Ishlaydigan. Xullas, narsasi juda ham ko'pda buni. Endi oldingi spotterlarimiz hani ruchnoy bor, mana bunaqa buriydigan. Ularga svet постоянно o'sha 220 bo'lib turish kerak. Katta напряжениеda ishlaydi. Bu spotterlar mana shu induksionniy deyiladi. O'sha induksiyasi, ya'ni mana shu nagrevi katta buni hamda mощности ham o'shanga yarasha. Shuning uchun ham bunga 220 dan sal tushib qolsa, svetilni masalan 200 gacha ham tushsa, bemalol ishlayveradi. Endi lipillab ketsa, endi o'chirib qo'yasiz, lekin bu asosiy mana shu mijozlarimiz olishyapti. Hech bitta muammosi chiqmayapti. Svetdan ham, sifatidan ham, o'sha mana shu qo'shimcha narsalari ham juda ham zo'r ish beryapti. O'zi mana bu teleskasi o'zi отдельный tema. Mana teleskasini ko'ringlar. Katta teleshka. O'sha har doimgidek mana spotterimizga 1 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa hech podvodit qilmadi. Necha yildan beri ishlayapti. Mana shu batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lganlar, shu bilasizlar, Sergeli mashina bozori 77-do'kon yoki mana shu nomerlarga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumot beramiz.